Assalomu alaykum hurmatli obunachilar va bizni kuzatib borgan do'stlarimiz. Bugun biz sizlarga xudo xolasa Koreyadan kelgan sveji iPhone modellarimiz hamda undan tashqari trading asosida qolgan smartfonlarimizni inshaalloh birma-bir arzon qilamiz. Bizni kuzatishda davom etinglar. Har doim biz sizlarga borini aytib, petnos bo'lsa petnosi, ideal bo'lsa ideal holatdagi smartfonlarni narxlarini qo'limizdan kelgancha tushirib, har bitta zakaz bergan smartfonni O'zbekiston bo'ylab mutlaq bepul tezkor BTS pochta orqali yetkazib beramiz. Xo'p, trading asosida qolgan smartfonlardan oldin man sizlarga sveji O'zbekistonda hali ishlamagan 100% imekalar rastamoshadan o'tgan smartfonlarni narxini tanishtirishni boshladim. Videoni o'tkazmasdan oxirigacha ko'ringlar. Narxlar xudo xohlasa sizlarga ma'qul keladi. Narxlari ma'qul kelsa Telegramdan yozinglar. Har bitta telefonni video qilib tashlaymiz. Sizlarga narxi, holati yoqsa oldindan 200 ming to'lov qilasizlar, qolgani qo'llaringga borgandan keyin. Qo'limda Snapdragon 8 Gen 1 prosessorga ega bo'lgan. Holatlari o'ta ham a'lo darajada, petnolari yo'q, tiniq holatda. Uning ustiga hali O'zbekistonda hech kim ishlatmagan Samsung S22 Plus 5G smartfonlarimiz. Narxi $333. Inshaalloh bemalol zakaz berasizlar. Kontaktli smartfonlarimiz yana prosessori kuchli S22 5G smartfonimizni violet ranglis. Holati juda ham a'lo darajada xudo xolasa. Buni narxini sizlarga $295 qilib beramiz. Samsung tarixida eng qimmat sotilgan smartfonlardan Samsung S21 Ultra smartfoni hisoblanadi. Exynos 2100 prosessor, 12 ga 256, 5000 mAh akkumulyatordan jihozlangan. Narxi esa $155. Silver juda ham a'lo darajada xudo xolasa holati. Snapdragon 8 Gen 2 prosessorga ega bo'lgan, juda ham kontaktli bo'lgan Samsung S23 5G smartfonimizni oq ranglisi, narxi esa $375. Endi men sizlarga ekranlari AMOLED, ko'zlaringga ziyoni kam bo'lgan A24 smartfonlar taklif qilaman. Smartfonlar salafallari ham olinmagan, tiniq holatda turibdi xudo xolasa. Qora ranglisi hamda shunaqangi yoqimli green rangda. Bitta petnos bo'lsa smartfonni sirasi vaziyat qilib olasizlar. Holati o'ta ham a'lo darajada, 4 ga 128, 5000 mAh akkumulyator, 100% imekalari rastamoshadan o'tgan bu smartfonlarimizni $145 yangidek holatdagilarni bizdan xarid qilishlari mumkin. Inshaalloh bemalol pastdagi nomerlarimizga murojaat qilaverasizlar. S24 Ultra smartfonimiz 200 megapiksellik kamera, Snapdragon 8 Gen 3 prosessor. Uning ustiga hurmatli obunachilar, natural rangi ikkita sim kartali kirib keldi. Tiniq holatda hamda bizda O'zbekistonda hali ishlamagan Koreya regionidagi ham bor. Bu ham 200 megapiksellik kamera, 12256 prosessorlar Snapdragon 8 Gen 3 prosessorga ega bo'ladi. Qayerda sizlarda ikkita tanlov, ikkita sim karta ishlatasizlarmi? $720 ga, yo'qsa $730 ga hali O'zbekistonda ishlamagan bitta sim karta 5 ta esim ulab ishlatsa ham bo'ladi. Tanlovlarga qarab zakaz beringlar. 720 ga dual sim kartaligini, esim bilan ishlaydiganini $730 ga Vyetnamdan ham juda ham a'lo darajadagi A- holatdagi taklif qilamiz. Tanlovlarga qarab natural hamda Koreya regionidagi seriozli grey ranglisini inshaalloh bemalol zakaz berasizlar. iPhone 13 Pro Max smartfonlarimizdan kirib kelgan. Holatlari zo'r holatda xudo xolasa. Regionlari Amerika region, xotiralari 128, batareykalari 83 dan 90 yomkisgacha bo'ladi xudo xolasa. Hali smartfonlarni artib tozalagani ham ulgurmadi. Endi keldi sveji tovarlar. iPhone 13 Pro Max smartfonlarimizni qaranglar. Juda ham tiniq holatda ishlatilgan, eng hadovoy green ranglar ham bizda mavjud. Bu smartfonlarni Telegramdan yozinglar, holatiga qarab $570 dan $520 gacha qilib beramiz. Eng tinig'ini, batareyasi eng balandini 570 ga, sal misol korpuslarda shilingan joylari bo'lsa $520 gacha qilib beramiz. Xudo xolasa, yomkislariga qarab. Endi ketidan men sizlarga ideal holatdagi bo'lgan iPhone 13 Pro'larda simlari ham turibdi. Tiniq holatda, regionlari Amerika plus E simlarigacha xudo xolasa imekadan o'tadi. Qora desalang, nechta desalang qora ranglisidan qilib beramiz. Korretsiyada bor. Blue desalang blue rangidan qilib beramiz. Hurmatli obunachilar, hammasi shunaqangi ichidagi simlarigacha turibdi. Hamda eng hadovoy bo'lgan green ranglikdan ham bizda mavjud. Buni ham simlarigacha turibdi. Holatini o'zlaringiz ko'rib baho beringlar. Ideal holatda xudo xolasa bu smartfonlarimiz narxini sizlarga $485 dan $505 gacha qilib beramiz. Holatiga, yomkisiga qarab Telegramdan qaysi rangi, qorasimi, greysimi, bluesimi, greenimi, qaysi rangi sizlarga yoqsa Telegramdan yozinglar, video qilib tashlaymiz.
$485dan $505gacha hammasini xotirasi 128 talik, batareyalar esa 83dan 88 yomkisgacha. Xo'p, A52 smartfon olib qo'yganmiz. Dual sim kartali, lekin bitta sim kartasi o'tgan ekan. Ekranlarda ham ozgina bir shilingan joylari bor. Yangidek holatda deya olmaymiz, lekin narxi ham shunga yarasha chiqadi. Lekin korpusi juda ham a'lo darajada. Smartfonning batareyasi 4500, xotirasi 128, operatikasi esa 4. Narxi esa juda ham arzon narxga. Hozirroq buyurtma 89 dollarga A52 ni bitta sim kartaligini qilib beramiz. O'zi ikkita sim kartali, bittasi o'tmagan. A55 bejli smartfon olib qo'yganmiz. Dual sim karta, holati juda ham bor mana. Yaqinroqdan bitta ko'rsating. Shilingan joylari bor. G'ilof ishlatishgan ekan. Bu smartfonni o'zimizdan 7-8 oy oldin olishganda, korobkasini yo'qotib berishdi. Korobkasi yo'q, ikkita sim kartali, lekin ekranlarda dog'i, pechatlari yo'q. Smartfon zo'r holatda turibdi. Bundan oldingi videomizda $240 ideal holatdagi korobkani sotgandik. Men sizlarga buni chekilma qilgan holatda $187 taklif qilaman. A55 bejli smartfon, dual sim kartali, albatta bejli ni qo'llab-quvvatlaydi. Narxi $187. Xo'p, A32 ni ideal holatdagini, menimcha sizlar ham bunaqasini ko'rmagansiz. Salafallari olinmagan, tinni holatdagi 4x128, ekranlari AMOLED, ko'zga nihoyatda ziyoni kam. Dual sim kartali, narxi $103. Xo'p, Samsung S20 FE smartfonimiz 6 operatika, 128 xotira, 120 Hz ekran, xullas smartfonda sizlar so'ragan barcha qulayliklar mavjud. Narxi $185. Men sizlarga bir emas ikkita S20 Plus smartfon taklif qilmoqchiman. Xo'p, Snapdragon 865 protsessor, Koreyaga bitta sim kartali, operatikalar 12, xotiralari 256. Smartfonni sizlarga aytmasak bilmaysizlar, ekrani yangi qo'yilgan i Radnoydan, originaldan qo'yganmiz. Xo'p, qora rang esa juda ham holati zo'r holatda, qirilgan, kaltagan joylari yo'q. $245 ga ekrani almashmagan sotyapmiz. Ekrani almashganligi uchun, lekin aybi yo'q. Do'konimizdan kafolat xatlarini yozib beramiz. $205 ga $40 arzoniga qilib beramiz. Endi blue ranglisi shu orqalarida sal shilingan joylari bor, pastlarida ham bor. Buni ham ekranni yangi qo'yganmiz mana. Sizlarga indamasa ekranning hech qanaqasiga farqini bilolmaysizlar. Zavodskiy original ekrandan qo'yilgan. Buni narxini men sizlarga super chegirmada $180 ga taklif qilaman. $180 ga hozir S20 FE da ham bundan oldingi narxda eshitlaring, 185 ga S20 FE da $5 arzoniga S20 Plus olib maza qilib ishlatasizlar. A56 bejli smartfoni 8 ga 256, dual sim kartali, holati o'ta ham a'lo darajada. Narxi $315 ga, yangisi $395, $85 arzoniga. A53 bejli smartfonimiz 8 ga 128, dual sim kartali, holatlari zo'r holatda, qirilgan joylari bor. Telegramda yozsangiz bafurja sizlarga video qilib tashlab beramiz. Narxini esa $135 ga qilib beramiz. Salkam A32 narxiga. A34 bejli smartfoni, dual sim kartali, 6 ga 128, holati zo'r holatda, kaltagan, qirilgan joylari yo'q. Korobka hujjatlari bilan Koreyskiyda ham bitta sim kartali edi, $165 sotdik. Korobka hujjatlari bilan $170 ga qilib beramiz. Samsung A06 smartfoni, 1 yil rasman servis garantiyasi bor. 4 ga 128, holati zo'r holatda, unaqa ko'p ishlamagan. Narxi $100 ga. A16 smartfon so'raganlar uchun dual sim kartali, 4 ga 128 talikni olib qo'yganmiz. Holati ham zo'r holatda, jihatlari almashmagan. Narxi $130 ni tashkil qiladi. Hurmatli obunachilar, e'tiborlaringiz uchun rahmat. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. O'zlaringizni ehtiyot qilinglar. Xudo xolasa bundan keyingi videomiz juda ham keng assortimentda Samsungda arzon A modellari hamda S modellari inshaalloh kirgan. Tamojida to'lovlarni qilib olib chiqib, sizlarga zo'r qilib video qilib, narxlarni ancha tushirib beramiz. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.